Bugun akamning ofislariga keldim. Hozir ofisga o'rganib chiqyapman. Mana bitta takoy kofe qiladigan va suv oladigan apparat bor ekan, suv sog'ib oldim. Lekin hozir уже videolarim juda ham ko'payib ketgan, ularni edit qilib chiqishim kerak. Hozir anaqalarimni ham setup qilib oldim, kompyuterlarimni qo'yib joylashib oldim bitta xonaga. Endi aytganimdek hamma anaqalarni videolarni edit qilishim kerak. Bugun kun yakshanba bo'lganligi uchun ofisda hech kim yo'q, qorovuldan boshqa. O'zi umuman qorovulni ham ko'rganim yo'q to'g'risi. Hozir video edit qilib turibman. Bugun anaqaga YouTube'ga bitta video qo'yib yuboraman, xudo xolasa. Hozirda soat уже 4 bo'lyapti. Hali obed qilganim yo'q. Akam hozir ketdilar uyga. Akam uylari ofisga yaqin juda ham. Ovqat olib kelishga ketdilar. Ungacha ham kelgunlarigacha men aytganimdek video edit qilib turaman. O'zimcha akamning shtativlarini olib oldim. Telefonimni qo'yaman deb. Anaqasi boshqacha ekan, boshidagini almashtirish kerak-da. Telefon qo'yish uchun. Bu anaqaniki o'zi. DJI Osmo Pocket ga moslashgan anaqada bu boshi. Xo'p, kichkina akam ham keldilar. Ovqat ham keldi. Endi hozir obed qilib olamiz. Hozir Pesel number olishga kelganman. Bu Pesel number karta bank akkauntlarimni ochish uchun как hisob anaqa number bo'ladi, nomer. O'sha aytganimdek banklarga kerak bo'ladi. Hozir Pesel number olishga borgan joyimda aytishdi, Pesel number olish uchun turadigan accommodation kerak ekan. Что turishga manzil bor hozir. Uy yoki hotel yoki dormitory-dagi joy bo'lishi kerak. Что Pesel number olish uchun. Men hozir akamni kelib turganim uchun akamning kontraktini landlord bilan, ya'ni uy egasi bilan qilgan kontraktini oldim. Endi yana o'sha yerga qaytib boryapman. Menimcha hozir yo'lda adashib qolmasam kerak, yo'l esimda qoldi. Ozgina chalkash ekan yo'lda. Chapga o'ngga qilib. Anta hozir velilar turibdi. Velilarni olib olaman. Velilar bitta veliga chiqib olaman. Velilar bo'tda anaqa ekan, tekin ekan, faqat 20 minut, har 20 minutda almashtirib turishingiz kerak ekan chiqqan velingizni. Mana bu yerda anaqa bor ekan, station, velilar turadigan station. Hozir aytganimdek bittasini olaman. Bitta QR kodi bor ekan. O'sha QR kodni bitta skan qilib 20 minutda almashtirish kerak ekan. Almashtirmasangiz ham bo'ladi. Agar almashtirsangiz har 20 minutda bir zlotdan olar ekan. Bizani pulda 3300 so'mmi, 3400 so'mmi, 3,5 mingmish. Gideda shunaqa bo'ladi. Xo'p, Pesel number oldim. Endi bankdan bemalol bank karta ochtirsam bo'ladi. Velida tepaliga chiqib ketyapman. Yomon hasratib qo'yapti. Kardioni zo'r ketyapti. Zo'r gap aytdingmi? Adashib qoldimmi? Boshqa yo'ldan ketib qoldim. Meni xatli yo'ldan hozir akamga aytaman. Lokatsiya tashlab beradilar, uy lokatsiyasini. Yaxshi kecha sim karta olgan ekanman. Telefon topib oldim. Bugun bizada xudo xolasa osh. Akam menga osh qilib beryaptilar. Guruch. Почти yarim soatda 40 minutda tayyor bo'lsa kerak. Mana bitta ochib qoldim. Video edit qilaman. Osh уже tayyor. Osh yeyishni ham boshlavordik. Bu yoqda salat, bu yoqda choy. Hozir akam bilan oshdan keyin zalga keldik. Oshdan keyin trenirovka zo'r ketadi hozir. Kuchli bo'lib trenirovkani bosamiz. Big boy, давай. 100 kilo ishlayapti bola.
zal 2 etajli ekan. Bu yoqda pastga tushib, pastda ham turnik qilsa bo'ladi. Bu yoqda alohida begovой дорожкада bu yoqda ekan kardio qilish uchun. O'tgan safargi kechadan oldin kuni chiqqan zalimizda mashina filiali edi, faqat kichkinaroq variant edi. Bu yerda aytgandek 2 etajga va juda ham katta ekan. Elbowen diyor. Da, shunaqa o'sha da вот так. Elbowen da. Biz hozir mana o'sha bidronkaga keldik. Podvalda joylashgan ekan pastlikda. Akam aytishlari bo'yicha bu yoqda juda ham ko'p o'zbeklar ishlar ekan. Keyin bu filial katta ekan. Uyimiz yonida ham bordir. Ko'proq bu yerda skidkalar bo'ladi, diskountlar bo'lar ekan. Bu narsalar ham juda ham ko'p ekan. Mana o'sha sekin bozorlik qilishni boshladik. Ko'mamizda gullar sotar ekan, to'ygi bilan uyga borib qo'ysa bo'ladi. Bu sabzilari katta ekan. Birinchi marta ko'raman bunaqa sabzilarni. Bu bodringlari ham katta ekan. Toshkentda bunaqa bodring ko'rmaganman. Energetika zarari ko'p ekan. Telefonni ham qo'yib qo'ysam bo'ladi. Taka chiroyli chiqarib video. Oshkami? Da kecha no'xatsiz osh yedik-ku. Farqi yo'q. Sut bilan ko'ramiz, sabzini qilmayman. Qaytish yo'q. Blueberry shunaqami? Bir 400 zlot bo'lib tushgandir. Evet. Sho'rgarammi? Sho'rbodirmi? Ikkinchi ellik foiz skidkada. Super. Tavsiya uchinchi tekinda. Mayli olamiz. Bittasini yoqib ekan ichadi kelsa. Uzun skidka. Hatta eskizni yuvuraman. Вообще summa bu? Hozir 217 az nomer teraman skidka bo'lsa, Skidkani ajratib tashida. Narx tushdi. 50 zlot skidka bo'ldi-da, tushunsan? Va Anta oldim bu narsalar har xil. Da, skidkadagi narsalarni chiqarib tashlaydi. Skidka emas. 2-3 ta olsang arzon bo'ladi. Ha, da. 2-3 ta olsang, Ishlarli narsalar. 3 ta olsang buncha. 4-inchisi ham bunaqa narx. 2 ta olsang bittasida keyin mana shunaqa. Absolut. Paketam olish Bu yerda soliq bormi? Tam skan qilsa nechadir foizini qaytaradi? Mobilda yo'qmi? Bizda soliq bor. Soliqdan. Bularni hisoblashish kerak endi. Bizlarning taksimizga keldi. Sumkalar to'lib ketgandan keyin qo'zi qorinni cho'nchligimga soldim. Sekinroq qo'yganki bankalar bor. Sinib ketadi. Lekin bozorda aylanib yurgandan bu tezi hammasi bitta joyda. Da, korzinkada. Tap. Ham narxlar ham yaxshi ekan. O'tdajisa. Normalda? Da, chotki. Bizani pulda ham normal unda bozorlik qilsangiz 600 ming 700 ming ketadi-da. Bu ham где-то 650 ming 700 ming bo'ldi-da. 2 zlot. Hisoblab ko'rish kerak. Zalga chiqqanimda 17-avtobusni oldida shunaqa turib olardim-da, trayfordlar bilan. Da, keyin bosardim videoga olib, uni 70x 50x qilib ashlab qo'yib qo'yardim. Polshadagi eng mashhur bino bu The Palace of Science and Culture.
Bunlarmi? Siz qiladiganini aytyapsizmi? Oyman yomon qiladi makaronni. Oy makaronlar ishlarsan, shuni yonida. Mana akam menga makaron, qo'ziqorin bir nima qilib makaron qilib berdilar. Hozir endi mazza qilib yeb olamiz buni. Hozir zalga chiqamiz. Zalga chiqishdan oldin ovsyanka taxlayman. Hozir buni yeb, keyin zalga chiqib ketamiz. To sign up with another account, new one. You just need to verify.